Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Rasulullah 335 bitta Al-Hajj surasining 24-oyatida mana halda Alloh subhanahu va taolo jannat ahllarini esga olgan edi. Hamda Alloh taolo va deb aytdi, yolg'ab jibaramna shu jannat ahllarining holatini hudu hidayat, ya'ni ular yo'naltildilar. Ila narsaga yo'nalish toyyib, yaxshi bo'lgan. Toyyib deb ataladi endi yaxshi, pok, o'zing yarata turgan rizq masalan. Min is al-qawl so'z, maqola bizning shundan olingan endi qoli yaqulu qul va xudu ham ular yo'naltilardi ila yo'nalish sirot. Sirot bizning ihdina sirot al-mustaqim yo'l deb Al-Hamid. Hamid bizning maqtovli hamidga loyiqli bo'lgan. Ya'ni mana shu jannat ahllari ular nasadi mana shu yaxshi bo'lgan so'zga yo'naltildilar bu dunyoda. Unda bo'lsa la ilaha illalloh so'zlari, unda bo'lsa zikr qiluv, Alloh taolani esga oluv so'zlari. Ham shunday сөйләшкәндә дә алар нәрсә аерылып тора башлый икән. Башкалардан, мусульман булмаган кешеләрдән, ягъни алар нәрсә сүгенү сүзләреннән ерак, алар матур булган сүзләр кулланырга тырышалар бит инде. Һәм нәрсә ахиратта да әйтик, аларның анда ниндидер ялганда булмый, җәннәттә әйтегәндә ниндидер буш сүзләр дә булмый. Һәм шулай ук алар юнәлтеләр нәрсәгә менә шу мактаулы юлга. Ягъни аларның юлы ул мактаулы юл, ул дөрес юл, ул әйбәт юл әйтегәндә. Әйе ул юл авыр юл, әйе ул рискованный булган юл булып тора әйтегәндә. Шушы җәннәт ахиллары белән без инде сахабалар белән нинди генә фаҗигалар булмады. Пәйгамбәрләр нинди генә фаҗига, нинди генә авырлыклар аркылы үтмәделәр. Ләкин барыбер бу юлның азагы мактаулы. Аның өчен аларны мактаячак Аллаһ Таала әйтик. Инна нагътизна инда аллазина кайсалара кафару, кафир булдылар. Шаммалар ва ясуддуна хам буралар кешеләрне, тыялар кешеләрне, атырашатталар. Тоже Коранда ешкына шырыган от сабилиллах, Аллаһның юлыннан сабил. Вал масҗид хам мәчеттән харам мәчетеннән, нигә ул харам мәчете Маккадагы мәчет Ибраһим пәйгамбәр харам кылган динаны, анда башка мәчетләрдә рөхсәт ителгән әйберләр харам. Ул да булса Мәсәлән, әйтик, агач сандыру булсын, аучылык белән шөгыльләнү булсын, әйтик, шул ук находканы присваивать итү булсын. Аллази кайсы йоттурнас бара җаалнаху, калдык без аны, бар дигәдә дә ашагысына әйтелә торган алхамдулиллаһи аллази җаалана минал муслимин. Линнаси кешеләр өчен Нас сүрәсе дә бар, минал җиннати ван нас саваан. Сауя ул тигез бит инде ал-акиф, бу инде ихтикаф кылучы. Ихтикаф әйткәнен инде ул дөньядан аерылып Аллаһ Таалага гына гыйбадәткә бүленгән кеше. Ма хадихи таматил аллати талтум лаха акифун яқуфуна ала ал-аснам. Куръан-ы Кәримдә шураштыргалыйм. Фихи анда кайда менә шу мәчеттә. Вахам албат бадави, ул безнең чүл кешесе. Вахам мен кем юрид марат кемдә кем тели. Фихи шарт булып тора инде. Менә шу йортта би илхад би монда нагътизнан килә, аның да эш мәгънәсе без алабыз, берсе аның белән, берсе сәбәп, берсе шу нагътизнан заида дип таны йөртәләр әйтик. Илхад ул безнең мулхид мәсәлән белән атеист. Лахат сүздән белән лахат ул кабергә туры гына төшәләр дә һәм читкә китү әйтик. Илхад ул тайпылу, кырыйга китү әйтик. Би зулмин, зулымлык белән. Нудиқу татытабыз без аны. Аңа на дигәне без зауыктыргыч
كل ما ذوقه فذوقه ذوق إنك أنت العزيز الكريم. Ol тоже Qur'oni Karimda bizni uchrashtiradi. Shunday min otis qayg'ulardan, azab, azobdan alim. Alim ol orttiradigan degan. Dag'yadaka alalladhi yu'limuka. Alloh taolo aytadi, narsa deyman, shu kafir bo'lganlari, shu mushriklar, qaysilari Alloh taolaga ishonarlar. Bu shunday kafirlar, aytganda Makka mushriklari Allohga ishonarlar, Allohni taniylar, yo'sayn xohish qilarlar, qurbon sholalar, sadaqalar berarlar, shu kafirlar. Lekin ular narsa ashlaylar, Alloh yo'lidan kishini bezdirarlar, Alloh yo'lidan kishilarni atvrashat etalar. Alloh yo'li shu islom dinidan bilamiz, Makka mushriklari kishilarni jabrlaylar edi, azoblaylar edi. Ham kishilarni nechta bo'lsa shu dinga kirittirmasga tirishalar edi. Ham shulay ular narsa kishilarni itaralar harom masjiddan. Unda endi kishilarni itaralar. Ular itaralar edi shu musulmonlarni Madinaga ketgachdan bu oyat kimlar aytlar, shu odam Madinada tushgan oyat deb. Madinada ketgachdan shu harom masjidda hoj umra qilirga kirittirmaylar aytadilar. Biz birinchi yilni Hudaybiyaga hatla shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan ketgan edi, shu umra qilirga deb, lekin ularni kiritmadilar. Hatta aytadi narsa bu yurt bitinda ularning собственный yurti bor. Bu Ibrohim payg'ambar solgan yurt aytdik. Ularning yoki endi kimda kim islom dinidan to'ypalarga atlasa, biz uni to'xtatamiz deb shu o'rtirg'ish azob. Ya'ni boshqa yerliklarda aytaydi, bunday aybi yo'q. Boshqa yerliklarda sen jinoyat ishlading, sen jinoyat uchun to'lanlar. Naказаниесini olasan, jazosini. Lekin bunda hatto tilagan ishingizda o'zi Alloh taolo aytadi, to'xtatamiz shunday o'rtirg'ish azobga. Chunki qaysi o'rinda shu ajr savoblar orttiriladi, bilamiz, harom masjidida ol bir namoz o'quvog'inada boshqa masjidlarda 100,000 namozga teng. Ham shunga ko'ra bunda shu aning jazosi da zo'r aytgan. Unda tilagan kishi tilasang da o'zi yomonlik o'zi senga nasib bo'ladi, shu azobi bo'ladi deb Alloh taolo aytadi. Hatto bir sahoba aytadi, meni deb bir oyat qiziqtirib shu Makkaga yasharga kiritdi. Ham shu oyatdan qo'rqib men dinasa Toifga chiqdim deyin yasharga deyin. Chunki bunda shu ajrgina to'la shu gunohlarda ol orttirlar. Bunga misollar shariatda bek ko'p. Shunday o'rinda da siz bor, masalan, payg'ambarlarning xotinlari ularga da ajrni Alloh taolo ikkilata beradi endi. Lekin agarda ular fahisha ishlasangiz-da, Alloh taolo o'zi saqlagan endi ularni bu amaldan ikkilata sizga azob deydi. Chunki ular endi narsa oddiy kishilar tugul. Ular shu payg'ambarning xotinlari aytik. Bunga ko'ra shunday o'zina ko'ra ayrim hukm. Har vaqtda shunday. Gunoh ajr orttirilgan yerda gunohida uning ko'proq bo'ladi. Va qachon ishga olish vaqtini bavva'na ol bizning tururga beru bilan kimdir keldi, nasib bunda yashaydik deb, bunda biz shu Ibrohim payg'ambarga deyli, Ibrohimga tururga berdik yoki shu ko'rsatdik, shu turoq ittirib olirga, shu makan, o'rin degan so'z, o'rinni, ya'ni bu o'rinda narsa yurt solsang bo'laydi. Yurt degan bayt degan yurtni solsang bo'ladi. Shu o'rinda Ibrohimga ruxsat berdik, ko'rsatdik yurt tuzurga. Ham narsa alla tushrik, shirik qilma, bo'yni tiyu tengdoshlik qilma bi mening bilan shay'an bir narsani da. Va ham tohir, tahorat, tohir sistart sin baytiya min yurtimni menim lit-toifina tavof qiluvchilar uchun val qoimina bosib turib qiyam turuvchilar uchun va ruku qiluvchilar as-sujud sajda qiluvchilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytadi, shu ishga ol. Sendi qachon biz Ibrohim payg'ambarga ko'rsatganik, qayda yurtni tuzurga. Ya'ni u Ibrohim kelganda bunda yurt yo'q edi. Ondan ko'p qissalar keltiriladi. Shu tufon vaqtida
Nuh payg'ambar vaqtida ol ko'tarilib turgan etadi. Ham Ibrohim payg'ambar narsa yurtni tuzigan bitin ko'rsatgan. Ham bu endi bir ishora mana shu Makka mushriklarina da. Что yurtni tuzuvchi Ibrohim payg'ambar. Ular ham boyda bilalar. Buni xristianlar da bilalar, etagdagi butun islomni bilalar, yahudlar da bilalar. Hamna bu yurt ol aslında narsada tuzildi. Ol da olsa menim bilan shirik qilmavdi. Ya'ni o shirik qilmasqa deb tuzitildi. Tavhidda tuzilgan yurt ol ayting. Siz Makka mushriklari narsasiz shu yurtda shirik ishlaysiz. Alloh taolo bilan tengdoshlik qilasiz. Ham shizlar shu menim yurtim deb Alloh taolo aytar sharafat yuzidan. Hali bulmagan yurtni narsa shizlarga o'xsha Alloh taolo ham ana sharafat yuzidan o'zina nisbat qiladi. Çünkü biz aytamiz, Solihning payg'ambarida da Alloh taolo Solihning diyasida narsa deydi, naqatulloh, Allohning naqasi deb. Ham narsa Ka'batullohni da Alloh taolo menim yurtim deb aytadi, Alloh yurti deb. Kimlar uchun shizlarga deydi, o'sha tavof qiluvchilar uchun, ya'ni buning asli narsaga, bunda narsalar ishlaylar, tavof qilna, ham tavof faqat narsa Ka'batulloh qardag'ina qolarga yaraydi. Birdan bir tavof qilna turgan o'rin o'sha Ka'batulloh. Şaşay teriyalida yaramay, nidir başqa türlü yurtlar teriyalida yaramay. Ham şulay yoq bunda endi namaz o'qilan, basib turib, aytik, ruku' qilna, sajda qilna. Va ham azdin, sin azan it, i'lon it, azan endi o'zini i'lon. Azzana muazzinun. Yusuf surasida da xatırlasangiz i'lon etgani finnasi kishilarga bil hajji xosh. Ya'tuka kilalar Allah sana ata ya'ti ish ma'nosini biz endi qaraymiz. Rijalan jayuli holatda. Va g'ala ham shulay narsaga kulli har bir domir nima bo'ladi? Domir bu yobiqqan, lekin bu taga oshatmoqdan yobiqqan, to ko'p yuruvdan yobiqqan, ko'p ishlatuvdan yobiqqan ya'tina kilalar min otis kulli har bir fajj. Bunlar mana yo'l deydilar endi fijajan suv bilan keng yo'l deb aytishlar bo'ldi. G'amiq, mana endi yiroq deb tafsir qildilar. Shulay o'ylamada g'umq bugungi kunda g'amiq deb atalaydi. Tiran yerga как будто aytarsanglar ular kelalar Makkaga ishga mingan soqda. Bunda shuqurdan kelgan so'ni deyrim. Biz Alloh taolo Ibrohim payg'ambarga aytdi, kishilarga o'sha e'lon et xosh qilarga. Ya'ni o'zalna kitrez Allohda internet yo'q, televizor yo'q, gadjet yo'q, mikrofonlar yo'q. Ibrohim payg'ambar Safa tog'una minib manda aytgandaymi? E'lon etirga tiyish. Ham nishik borib erishsin endi. Lekin Ibrohim payg'ambar shunda bitinda ol narsa yetkirib aytik, shu e'lon etu Alloh taolo o'zi yetkiram deb endi anda endi ko'p turli asarlar keltiram uning haqida. Shu qo'rsoqdagi bolalarga hadis eshitgan deb aytadilar. Hammalar seni kelirlar. To есть kelirlar, ular qayda? Ya tukasina kelirlar. Ya'ni biz qachon shu qo'shg'asin borasan, sen bunda Ibrohim payg'ambarning shu chaqiruvuna javob berib borgansimaq. Lekin biz Alloh taolog'a boramiz, Alloh taolaning yurtuna boramiz. Lekin bunda bu narsa Ibrohim payg'ambarning shu chaqiruvuna ol to'g'ri javob yuzidan sen anda borasan aytadi. Shu aytasiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi mana shu Ibrohim payg'ambarning dinin davom etuvchi deb keldi. Ular sen kelirlar, jeyovli holatda ham shulay diyorlarda da kelirlar yo'q bo'lgan. Ya'ni qo'shga borgan mumkin endi jeyov borasan kelaykan, пожалуйста, bor. Diyoda kelasin kelaykan, diyoda kel, transportda kelasin kelaykan, transportda kel. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam diyoda qildi bit endi qo'shni diyoda keldi. Arafat o'rnida da diyoda bosib turdi, tofni da diyoda qildi. Hatto ming kishi bor ekan, diyo kelarga da aytik. Ham narsada ular seni kelirlar, mana shu turli yiroq yerlardan kelirlar. Turli yiroq yerlardan. Qachon Rossiyanilari bor tindanda hojilari tagandagi militsiya ular endi so'raylar da asos qo'yadi. Rossiyadan yatina min kulli fajjin amiq deb o'ylaydi. Yiroq yerlardan kelirlar endi. Shu qo'shga. Narsaga baralar li yashhadu shahid bo'lurga. Shahid kim endi? Shahid ol qaysi mana shu jinayat vaqtida bo'lgan, присутствовать etgan. То есть agarda sen отсутствовать etasan ekan shu jinayat vaqtida albatta sen shahid bo'la olmaysan. Shahid это присутствующий etadi, bo'lgan. Bunda da shahid bo'lsinlar, что bo'lar присутствовать etsinlar, ko'rsinlar. Narsaga manfaatlarga, foydalarga, lahum olarga. Va yadkuru ham esga olarga
алар искә алырга исемен Аллаһ Тәгаләнең, то есть бу исем кемнеке? Аллаһның исеме. Фи әйям көннәрдә инде явымның күплек саны мәгълүмат. Мәгълүмат дигән сүз татарында да бар. Инде бу мәгълүм булган билгеле көннәрдә. Али нәрсәгә искә алаларны шу Аллаһ Тәгалә исеме. Ма нәрсәкәй разақахум, аларны ризыкландырды. Аларны мин отис бәһимәтил анам. Бу да терлек, то есть хайваннар әйтәм. Анам дип атала бит инде күпчелек дөя инде беренче чиратта. Шулай ук монда инде теге сарыгы да, кәҗәсе дә, сыеры да керә торган ангам дип атала. Бәһима ул булай гарәп телендә теге әгәр дә тирәнрәк чыксак, ул казысак әйтгәндә ул безнең сөйләшмәүче, аңлата алмаучы әйтгән. Бәһима дип атала. Монда инде тоже әйтәбез, монда хайваннар керә, иллә дә мәгәр монда инде кошлар кермиләр. Бәһима дигән сүз астына яки ниндидер ерткыч хайваннар тоже кермиләр әйтгән. Шушы бәһима дигән сүз астына. Фәһәм шуннан соң кулу, ашагыз сез минха аннан. Шушы бәһимәтул анамнан бу инде 3 җирдә килә дип беләм, бәһимәтул анам дип. Бакарада, Хаҗда, монда безнең күрше биттә дә ул бар, бәһимәтул анам. Кам шулай ук ва атгыму тагам, ашатыгыз, бер тагам ризыгы да юк дип. Матгам столовый дип. Сез әл-бәис әл-фақир. Фақир ну беләбез инде мискин, фақир. Бәис бу истәгән сүз ал каты бит инде. Бик каты фақирлектә булган кешене. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, менә шу килерләр алар хаҗга, нәрсәгә инде? Шушы хаҗдагы булган файдаларны күрер өчен аларга булган. Бу инде ахират файдаларын чутлап бетергән шуй инде. Һәм шулай ук дөнья файдалары да монда бар. Монда инде син күп кенә мусламаннарны күрәсең, төрле илләрдән килгән. Шулай ук сауда рөхсәт ителгән бит инде хаҗда әйтгәндә. Һәм күп кенә башка төрле файдалар да аласың. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләне искә алырга инде шу билгеле булган көннәрдә, нинди көннәр инде хаҗ кылына бит инде безнең безнең монда инде Курбан көннәренә туры килә. Ул Зулхиҗҗа аенда, инде шу Зулхиҗҗа аеның 10нчы көнендә Курбан көне була. Ул Курбан көненнән соң 3 көн тәшрик көннәре бар. Һәм шулай ук аңа хәтле бар инде Гарафа көне. Аңа хәтле менә шу 10 Зулхиҗҗа көне фазилатлы булган кайсында Пәйгамбәр саллаллаһу әйткән. Аллаһ Тәгаләгә иң сөекле һәм иң хәерле фазилатлы гамәлләр ул менә шу Зулхиҗҗа аенда кылынган, Зулхиҗҗаның 10 көнендә кылынган гамәлләр бит инде. Хәтта уланы җиһадтан да өстенрәк куя Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы гамәлләрне. Иллә дә мәгәр бер генә искәрмә ул аннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ясый. Һәм шулай ук монда инде хадистә кайбер риваятләрдә килә, шуңа күрә күбрәк искә ла илаһа иллаллаһ сүзләрен әйтегез. Субханаллаһ, Аллаһу акбар сүзләрен әйтегез. Ягъни Аллаһ Тәгаләне искә алыгыз. Ягъни бу 10 көндә ул зикр кылу көннәре. Шулай ук әйтәбез, шу Гарафа көне дә зикр кылу, дуга кылу көне, һәм хаҗ көне дә хаҗҗул акбар ул зикр кылу көннәре, һәм шулай ук тәшрик көннәрдә Пәйгамбәр саллаллаһу әйткән ашау, эчү һәм Аллаһны зикр кылу көннәре дип әйткән. Менә бу Аллаһның исемен кайда әйтергә сагын, ягъни кайчан без әйтәбез бисмиллаһ дип. Менә шушы Курбан чалганда икән. Курбан чалганда бәһимәтул анам нәрсәне чалырга ярый беләбез инде. Ия булсамы, сыер булсамы, сарык булсамы, кәҗә булсамы, Аллаһ Тәгалә ризыкландырган безгә аны, безгә биргән. Һәм менә шу чалган чакта инде бисмиллаһ дип әйтергә кирәк менә. То есть монда инде иң мөһиме ул Аллаһның исемен искә алырга. Монда менә ниндидер махсус анда ул хәтле куркыныч дугалар юк, штаб теге бүтән кешедән чалдыртырга. Бисмиллаһны әйтәң икән, чалдың икән, ул синең уже дөрес булган курбанлыктан китә. Әлбәттә инде Аллаһу акбар дигән сүзне дә өстәсәң тагын да хәерлерәк. Инде хәза минка ва илейка тәгъдәли аларны өстәсәң тагын да хәерлерәк, ләкин өстәмәсәң дә ул дөрес була. Һәм нәрсә хаҗилар нәрсә курбан чалалар һәм чалырга тиешләр әйтгәндә. Һәм шулай инде бездә монда кем шушы хаҗга бару бәхетенә ирешмәгән курбан чалабыз инде. Һәм нәрсә ди шушы курбанлыктан ашарга куша Аллаһ субханаһу ва тааля һәм ашатырга куша. Ягъни бу аятта инде монда икегә бүлергә. Берсен үзең ашыйсың, берсен фәкыйрьләргә бирәсең. Бу можно өчкә дә бүлергә әйтәйин курбанлыкны. Гомумән әйткәндә инде можно бит инде булырга бүлмәскә дә була дигән. Полностью тулысынча фәкыйрьләргә бирсәң дә ул тоже дөрес була әйтәйин. Менә кайбер хаҗилар ул шеген дә күрмәскә мөмкин, кайберләре инде ашыйлар иде. Үзләре әйтәйин, то есть фәкыйрьләргә генә дә бирергә мөмкин, үзеңә генә дә калдырырга мөмкин инде. Бездә инде теге кешеләр бит инде нәрсә диләр инде.
osh o'tkazuvdan qo'rqib o'sha qurbonlikni sholdırmaylar aytamiz. Endi osh o'tkaruv majburiy tu'l. Kerak eng muhim narsa deymiz endi mana shu qurbonlikni sholsin deymiz endi. Qurbonlikni shol deb biz anga aytamiz. Endi ana oshatu majlis uyushtiruv bo'yicha majburiy tugul aytik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi endi 100 diya shola o'z qo'llari bilan 60 nechasini shola deb bilan ham sholarni endi olti kesaklab bir qozonga solig'iz deydi bir qozonda pishiralar, qaynatalar. Mana butun diyadan da bir shar kesak aytganda ham shuni bir kesani olib oshiydi u o'zi ham shuning opshi shulpasin isha. Ya'ni u o'zi shu qurbonlikdan ovoz eti. Shunga da qurbonlikdan ovoz eti bu xayrli bo'lib turadi. Oshov aytgandaymi? Ham shulay faqirga da mana ko'p midirlishim berdi ekan faqirga bunday tag'ayinlanmagan 3dan 1da demagan, yortisida demagan ko'p narsalar berdi ekan to'g'ri faqirni oshatgan bo'lasan aytgan. Конечно, ishga bo'lsan xayrliroq deydi. Humma shundan so'ng, vaqtdan so'ng liyaqdu bu endi qoda degan so'z ko'p ma'nolarga ega. Alloh harfining o'tizida bo'lirga mumkin. O'tagiz degan ma'noda da bo'lirga mumkin. Tamomlag'iz degan ma'noda da Fayda qodaytum manasikakum hojingizni bitirsangiz, tamomlasangiz, bo'shansangiz hojdan. Fayda qodaytum sola, fayda qodayatis solatu namoz tamomlansa juma namozi. Bunda ko'plik sonda tafas shulay tafsir olimlarida turli fikrda bo'ldi. Til olimlari tog'inda ko'proq fikrga kimlardir aytlar til olimlari buni bilmaylarda endi tafsirdangina bilalar deb aytuvchilar bo'ldi. Bu kimlardir buni pishroq deb aytdilar. Arab tilida pishroq aytib tirnoqlar anda bo'lsa aytganda jonnor aytadi. Va ham Alloh harfini o'tizdan bo'lsa endi yufu nuzurahum nazarlarigiz ko'plik sonda Allohning nazarlarini vafa nasha nazarni o'tav vafa endi aytganik исполнительность, то есть kimdir narsalar shabashniklar yo'lladi, ular ishlaymiz deydilar, ishlaylar, ular tarafidan vafa, sen to'lim degan sening tarafidan vafa ol to'lov. Valiyat-tawaf ham tawaf qilirga bil bayt shu yurtni al-g'atiq. G'atiq ol g'ataqa deb aytlar, ozod etilgan, to есть ozod etilgan yurt yoki eski yurt. Şoyaq Allah taala mana shu qurbonlarni sholgandan so'ng shu qurbon kunida 10-Zulhijja kunida kishilar narsa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi ihramdan chiqqan. To есть bunda endi shashlarini olib kesgan aytganman, tirnoqlarini kesgan. To есть bilamiz endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiron qilgan kishi endi u keladi, umra qiladi, ham narsa u shu ihrom holatida qoladi. Sol tirnoqlarına da timi, tirnoqlarında kesmey, shashlarında, jonlarında, mıyıqlarını, soqollarini, qoshlarini birsini de ol qog'ilmay. Ham endi albatta bunda 10-Zulhijja qilib boytaq vaqt o'tindi. Aning o'sirga mumkin. Shu ham bilamiz endi hojdan chiqqanda ol shashin Payg'ambar sallallohu alayhi qirib chiqqan ekan. To есть qirasan, shashingni kestirib chiqasan, qirib xayrlarak. Shulay bundaga qolgan kishilarda shulay ekan, kim hojga boruv baxtına erishmagan Allar endi narsa munda da mana shu hojilardan o'rnak olib, Zulhijjaning 10 kuni kirgach, qog'ilmaylar. Shu tirnoqlarına da qog'ilmasinlar degan endi shashlari, jonlari, mıyıqlar, soqollar, qoshlar etagdali birsina da tiymaylar. Ham endi qurbon chalg'ashdan narsa endi bu aybollarni kesirga mumkin butunisida. Shishtarnirga mumkin. Sho'yoq mana kimlardir hojni o'tagiz deb aytdilar. Ham shulay mana shu nazarlaringizni o'tagiz. Ham eng so'nggisi endi oldi bo'lsa mana shu tavof qilasiz. Tavof qilib ketu, so'nggi ishvetini hojda shu Alloh sayverlarini olib qo'ygach, chomadonlarini yeb qo'ygach, so'nggi ayver oldi bo'lsa o'sha sening прощальный tavof so'g'la shu tavofi. Bu nega ozod etilgan yurt deb atalgan? Kimlardir aytlar u shu jabbar bo'lgan, turli zolimlardan ozod etilgan yurt. Chunki bilasiz Abraha da yurtni jimira olmadi deb endi Alloh olim. Kimlardir eski yurt deb aytishlarda bo'ldi. Ham mana bu eski olingan ayberlar butunisida va man ham kimda kim yu'azzim biyiklasa hurmatli bo'lgan ayberlarni, harom bo'lgan ayberlarni Alloh taolaning fa huwa ul xayrlarak lahu aning uchun g'inda huzurunda robbihi robbasi huzurunda va ham uhillat halal qilindi lakum sizga sizning uchun al-an'am. An'amni biz aytdik endi ol jiyalar, sayirlar, sariqlar
kejalar. Illa damagar ma narsaka yutla tila va o'qila. Odatda Qur'on o'qib aytlaydi. Alaykum sizga. Fa ham ijtanibu yiroq bo'lish itlashigiz. Ijtinab. Jannibna shayton. Ar-rijs pishiraqliq. Shoqshaliq min otis awsan. Wasan shosha potlar. Va ijtanibu ham shoq itlashiz qowl. So'z zur. Ugan zara degan so'z bo'y qarab tillaydi. O shu to'ja. Masalan, tazawwarugan kahfihim. Tazawwara bo'lsa nidada Kahf surasida da shitlashadi deydi. Shu quyoshlardan qirg'a ketgan so'z endi. Ya'ni aytay Alloh taolo nasadi buna bu butun aytilgan iborlar. Ham kimda kim Alloh taolaning hurmat etgan ayolarini hurmatlasa, biyiklasa, Alloh taolaning harom qilgan ayolarini biyiklasa, to'g'risida shu harom yashdan biyiklasa, zo'rlasa, hurmat etsa, Alloh taolo harom qilgan ekan shu ishlarni olmasga qo'shgan tirnoqlarni biyiklarga kerak. Alloh taolo harom qilgan ayollarni shu qurbonliqlarni biyiklarga kerak etadi. Qurbonliqlar etadi. Kimda kim hurmatlasa bu Robbisi qarshısında xayrlirakdi. Robbisi qarshısında xayrlirak. Chunki sen niye biyiklisan? Alloh taolani biyiklanga. Shaytini Alloh taolo biyik bo'lganga ko'ra ham sizga halal qilindi mana shu tirlik. Biz uchun vegetarianistlar to'g'ri aytganda diyorlar, sigirlar, soriqlar, kejalar butun bizning uchun borliqqa keltirilgan. Illa damagar endi bizga tiyilgan narsa-ku. Butun halal qilindi. Undan endi o vegetarianistlar aytgan ayyorlarda bizga halal yoki Makka mushriklarda qo'y bir ayyorlarni qo'y bir hayvonlarni harom deb qilar edi. Ular butun halal dey Alloh taolo. Illa damagar sizga o'qilgan ayyorgina harom. Alloh bilan biz endi narsa do'ng'iz iti bo'lsin olaydi. Ham Alloh taolo endi tamomli shuluq ayyorni narsa olda savnashi putlarning pishiraqligidan chitlashiz. Endi narsa язычество putlarga g'ibat qilib bo'lsin. Chunki bu butunisida aytamiz endi shu birinchidan yurtlar, abriyatlar butunisida Alloh taolaning ishiga olish uchun qilingan bitin tosh otu bo'lsin, tavof qilib bo'lsin, butun hoj abriyatlari Alloh taolaning ishiga olib. Ikkinchidan butunisida uning asli tavhidga tuzilgan. Tavhid bilan boshlandi, ham tavhid bilan Alloh taolamda davom etaydi. Ham shunday mana shu noshar so'zlardan siz chitlashigiz deydi. Yolg'on bo'lgan so'zlardan chitlashigiz bu butun so'z qaysi haqliqdan ovushgan so'z deymiz. Haqliqdan yiroq bo'lgan so'z aytamiz. Yolg'on bo'lsin aytaylik, yolg'on shahodat bo'lsin aytganda agarda kishi aytaykan, mana bu meniki deb avlaniki to'g'ri. Butun so'zda bu narsa botil bo'lgan so'zlar, haqliqdan ovushgan so'zlar butun so'zda bunda ol kiralar. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi ol narsa deydi eng zo'r gunohlarni sizga aytaymi deydi. Unda bo'lsa shirik qilib, aytganiga ning so'zini tinglamay ham o'tirib turaydi, tiralib, siyalib o'tirdi deydi, ham aytdi narsa qavli zur. Qavli zur narsa yolg'on so'zlardan chitlashish deb payg'ambar sollallohu alayhi aytuvdan to'xtamadi. Hatto biz ana qizg'anib qo'ydik deb to'xtasa edi deb aytgan. Onalik o'tindi. Bu endi o'sha zo'r gunohlardan bo'lib turadi. Hojda chitlashuv bo'lsin, ham shulay hojda bo'lmagan chaqda da o'sha ayyorlardan, yolg'on so'zlardan chitlashirga kerak. Shunda to'xtab turamiz. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad alhamdulillahi robbil alamin.